tikka turgan joyingizda bitta yubkachada bo'lasiz. Yo palatensani olasiz. O'tirgan joyingizda mana shu stolingizgami, gilomingizgami tikka turib, mol siyganda sharillatib siyasiz. Mol siyganda bo'lsin. Mana bu tualetga borib siymaysiz. Siz chunki molsizda, tushundingizmi? Siz o'tirgan o'rningizga siyasiz. Sharillatib siyasiz. Birinchi shartim. Ikkinchi shartim. Osonroq beraman, akalar. Bu ham kimnidir qizi, bu ham kimnidir balasi-ku. Menga osonroq beraman. Ikkinchi shartim 10 ta poza ko'rsatasiz. Faoliyatingizdagi yegan qo'toqlaringizni qanday yeganligingizni biz bilishimiz kerak. 10 ta poza. Seksivalli shunaqa haromi poza bo'lsin, butun yoni pozalari bo'lmasin. 10 ta poza ko'rsatasiz. Ikkinchi shartim. Uchinchi shartim, rahim yo'q deydi. Sikamiz akajonim. Bizni silovda rahim degan, shafqat degan so'zni o'zi yo'q. Uchinchi shartim osonroq bo'lsin, ha. Bu ham kimnidir balasi-ku. Boya 4 ta yig'la o'tgan bo'lsangiz, endi umbaloq oshi o'tasiz. 5 ta bu tomonga, 5 ta bu tomonga tursicha bezgatirchada. Bitta tursichada, bitta bezgatirchada 5 ta bu tomonga, 5 ta bu tomonga umbaloq oshib, dumbaloq oshi o'tasiz. 4-chi shartim va oxirgi shartim osonroq bo'lsin. Siz ham kimnidir balasizki. Mana xolangizni ko'tigasiga, xaladiningizga dim yalang'och bitta bezgaltiring ham tursiga ham qolmasin. Xaladiningizga kirib muzlab olasan, xolangni ko'tigasiga omingni toraytiraman. Mana kengayib ketgan vozdushni omingni xaladinlikdacha tiqib qo'yib toraytiraman. Xaladinlikdacha yap-yalang'och 2 minut turasan. 2 minut mana shu xaladinlikda ichida yap-yalang'och turasan. Golli turasan jala. 4-chi shart. 5-chisini ham berayim. Beshinchisini ana fohshangni berasan harommi? Seni padari buzrukvoring shuning uchun dunyoga keltirgan seni. Biz qo'limizda xor bo'lishing uchun seni dunyoga keltirgan padari buzrukvoring. Tezlash. Sardor aka, nimaga gapiryapsan unaqa qilib? Nima degani? Nima gapiryapman? Suv ketganim yo'q. Shart qilishing uchun dunyoga kelgansan deyapman, tamom. Suyuq oyoq Beatrice xonim. Alo. Alo. Somsaxonami? Bitta somsangiz qochib ketibdi. Bizda efirimizda o'tiribdi. Tez ha. Dina degan somsangiz qochib ketibdi. Ayiqni uxlatayotgan dorilar bilan keling. Ayiq uxlatayotgan dorilar bilan urib, uxlatib beraveraman o'zim. O'sha somsachingiz. Tezlashing. Shantaj, qo'toq bosh, buyni amigasizga, yig'loqi, shantaj, isqirt, shantaj. Siktar yig'la. Sen shartni menga ber, meni u kimda aralashtirmay ber. Bilasan-ku. To'ji deka to'yi janasana, piyara kesi xo'taxe divanasana. Bir so'ra. To'ji deka to'yi janasana, piyara kesi xo'taxe divanasana. Sen nima boshqa odamni aralashtiryapsan? Voy, men ham qancha so'radim uzr. Qancha uzr so'radim hozir seni. Kuch xo'taxe, do'sti pi harakati xo'taxe. Kuch xo'taxe, tezlash. Kechir jonim, sosuchom. Kechir osolim, erkatoyim, shokorim, novachom, sosuchom. Hayotimda kulib turasiz. Bo'ldimi? Erkalab sikish kerak akalar. Erkalab sikish kerak. Bo'lmasa siktirmaydi. Xolayinizki hozirgilar anoyi emas. Bepulga siktirmaydi. Bepulga sikish kerak bular o'rab. Tezlash. Alo. Jinxonami? Ha. 107 raqamli jinni qochib ketgan. Men bilan batilda o'tiribdi. Hozir efir TikTokga kiringlar, Dina deb dik qo'yapti qo'toq bosh, O'sha jinni, qip-qizil jinni. Tez olib ketinglar, Efirda, meni efirimda o'tiribdi.
Bo'ldi. Katta, ha. Ayiq uxlatayotgandan bo'lsin. Demidirol. Bo'ldi, tamom. Tezla ushlab turaman, chaqib turaman. Tezlashinglar. Tezlash! Haliyam mazam yo'q, akajon, haliyam mazam yo'q. Mazam yo'q, gapirolmayapman, napas qisyapti. Bo'lmasa siskaridim bu somsalar terib qo'yib, akajon. Mazam yo'q, ko't bo'lay, qo'toqqa zor bo'lib ketay. Mazam yo'q. Bitta-bittadan mana kallam tepasi yurechamga azob bo'lib qo'yinglar, bitta-bittadan. Yurecha. 10 ming qilib qo'yinglar, mana yurecha. Yurechani 10 ming qilib qo'yinglar, xalqim. 10 ming qilib qo'yinglar. Bu davrlaringda mana yurechalarimiz 10 ming bo'lib yursin, biz 1 moneta turadi. Qo'tog'im turmaydi, 1 moneta. Bizda semiya bu, bizda oila bu. Hamma bittadan follow bo'lib qo'ysa o'sha yoqqa. U Barselona formasi kiyib o'gasanmi, haromi? Bezgantirdim ot. Shuni ochilib ketsaydi. Va bezgantir Tursuy Nemich. Tursuy bilan bezgantir Nemich qarol. Layhak. Omi kengayib ketgan bo'lsa, shunda xolodilnikka tiqib qo'ysanglar, 2 minut muzxonada omi muzlab, omi torayib qoladi. Tushundinglarmi? Muzlab qo'yib sikish kerak.